Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz Sheppower bilan 16 ta soldatni baqish uchun, xonani to'ydirish uchun quvvatlarni hep ketyaptik. Sheppower bir kunda 3 kilometr masofani piyoda yapon kavushlar bilan bosib o'tadilar. Yedirib ketdim, oyoq kiyimlar. Alloh sabr bersin. Aka, mana juma kunda turimiz. Xudo olsa musofirdan anchadan beri shedasiz, xizmatdasiz, Sheppowersiz. Ularni rizqi sizni qo'lingizda, ovqatini qilasiz. Har bittasini har xil gaplarni eshitasiz. Biri yaxshi deydi, biri yomon deydi. Aka, musofirda yurib hayotda qaysi sabonni unutmaslik kerak? Hayotda o'lim degan sababni unutmaslik kerak. Chunki bir kunimiz o'lamiz. Kibr, manmanlik arashmaydi. Eng muhimi inson bir-birini qalbiga ozor bermasdan chiroyli kun kechirsa, shunisi yetadi. Do'stlar, hamma uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa